Конечно, bitta grupa ochamiz hozirda o'sha yerga hammamiz kirib, o'tda imенно sekretni o'sha hozir biz hammamizni qo'yamiz edi. Nima yordam ketyapti, nima qilyapti, sizni har bitta ichayotgan suvingizgacha отчет ketiladi. Bu o'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsa emas. Bu davlat puli. Sizga ber, biz buni xalqqa oldi, biz отчет berishingiz kerak. Xalq puli, Birovni hayotini bulg'adingiz, u qiz endi nogiron, siz unga endi uy, mashina olib berishingiz kerak. Birovni g'iybat qiladigan hislatim bor, shuni yo'qotish uchun nima ish qilishim kerak? Ko'tingizni qisib, Instagramingizni udaletga yuboring. Ko'proq o'zingizni hayotingiz haqida o'ylang. Xulosa o'zingizdan. Shu voqealarni kuzatib bir narsaga hayron qolganman. Hozirgi kunda aynan mana shu internet davrida, mana hozir shu ijtimoiy tarmoqlar davrida hech qaysi bir jamiyat vakili yoki hech qaysi bir inson fuqaro, ya'ni muhofaza qilinmagan ekan ommaviy provokatsiyadan. Bitta yolg'on narsani tarqatib, bir insonni badnom qilish, unga tuhmat qilish hech narsa emas ekan. Assalomu alaykum, hurmatli xalqim, hurmatli bizni kuzatib turgan fuqarolar. Men Jabborova Sabrinaning oyisiman. Men shuni ma'lum qilamanki, Sabrina qizim 24-yil 7-noyabrda avtohalokatga uchragan. Shunda skori buni Kadishvadagi 4-sonli shifoxonaga olib borishgan. Vrachlarning hushyorligi bilan qizimni hayotini saqlash uchun ancha harakat qilishgan. 9 soat operatsiya bo'lgan. Suyak o'ta maydalanib ketgan. Shu maydalanib ketgan suyakni bular terishgan. Ya'ni buni hayotini saqlash uchun, qonni to'xtatish uchun men bulardan qizimni hayotini saqlagan uchun ham men ulardan minnatdorman. Jonlari sog' bo'lsin. Chaqdagi Salohiddin, Dilshod, qolganlarning ismlarini bilmayman, hammalariga, hamshiralari, ayniqsa Lola hamshirasi, vobshe muomalasi ham zo'r, hammasi yaxshi, uyga ham kelib qancha yordam qildi, больницаga, pirvaskalariga. Ulardan xafa emasman, Allohga shukr. Qizimni shu o'limni yoqqasidan qaytarib berdi. Bu kamdan kam 0,5% bo'lgan operatsiyani shu o'zimizda O'zbekistonda bu tarixda bo'lmagan operatsiya deydi. Lekin shuni O'zbekistonimizga shuni qizimni hayotini saqlab berishdi. Oldingiday holatingga qayta olmaysan dedi. Kelik deyapti. Yevropaga borasanmi, boshqa joyga borasanmi, hamma bu operatsiyadan qo'rqadi. Qiyin operatsiya deyapti. 1% uchraydi dunyoda deyapti. O'ylanib qoldim juda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Internetda bo'layotgan narsa Ozoda Nursaidova qotil, Ozoda Nursaidova deb, короче, Ozoda Nursaidovaga tuhmat qilishyapti. Lekin o'sha Sabinani bosib ketgan qizni hech kim ishtima demayapti. 4 oydan 5 oydan beri u qiz qayerda yuribdi, короче. Haligi Instagramlarga suratlarini qo'yib va hokazo. Nima uchun Ozoda Nursaidova javob berish kerak? Nima uchun militsiya xodimlari qani? Nimaga buni haligi texnika безопасности deydi, syomочный jarayonda texnika безопасности bo'lishi kerak. Nimaga bu narsalarni hech kim gapirmaydi? Nimaga bu narsalar delo ochilmagan, haligi ish qo'zg'atilmagan, prodyuser ko'zi qiyada qaragan? Bu taxrina savollar bor-da. Hech kim bu narsalarni gapirmayapti-da, tolqa o'zida go'sil bo'lgan. Uyat qilaman, короче. O'zlaringning fikrlaringni qoldiringlar. Ozoda Nursaidova aybdor emas, klipda bo'lmagan u deyapti. Sabrina Jabborovani o't pufagi bilan bachadoni yorilib ketgan. Shunaqa bema'ni izohlar uchun ikkinchi videoni chiqarmasam bo'lmadi. Tushunishlaringiz uchun hozir tushuntirib beraman. Aniq tashxis qo'yilgan, men Allohga qarshi chiqmadim. Aniq tahlil natijasini aytdim. Mashina rolida 17 yoshli qiz bo'lgan, qizni bosib o'tgan. Mashinani oldi baloni qizni ustidan bosib,
orqa boloni qizni ustida aylanib qolgan. Natijada qizni tos suyagi singan. Bu singan suyaklar o't tufagi va bachadonni yorib o'tgan. Yana bittasi shu qizni orqasidan pul ishlamoqchi deb yozgan. Yaxshilab ko'rib olingizlar. Bu qizni o'zini akkaunti va qizni o'zini kartalari. Meni kartam emas. Bunaqa izohlar uchun esa odamning qahri o'ta darajada qattiq bo'lishi kerak. Ozoda Nursaidova aybdor emas, klipda bo'lmagan u deyapti. Lekin hozir rejissyor ham, mashinada urib ketgan qiz ham ularni ayblaguncha biz bu qizni tamom qilib qo'yamiz-ku. Qo'limizdan kelguncha bu qizga yordam berishimiz kerak. Birgalikda birlashib bu qizga yordam beraylik. Telefonim oldi. Manmi? Opa o'tirib oling. Kim bo'lasiz? Manmi? Mana shu yerda yanoman. Kim mas'ulman? Mas'ulsiz? Muhammad men bilan. Водитель olib ketasizlarmi deyapti. Qanaqa водитель? Yo'q, biz olib ketmaymiz водитель. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Mening sog'lig'imni o'ylab, qo'llaringizdan kelguncha yordam beryapsizlar. Men bundan nihoyat xursandman. Lekin men buni boshqalardan kutgandim. Lekin xalqim menga yordam berdi. Qo'lidan kelguncha rahmat, kattakon. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Allohim rahmat hammangizga.